Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoym oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan smetanadan qatiq evitamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda sutni birozgina qaynatib olish kerak. Men 3% sutdan foydalandim, shuning uchun sizlar ham iloji boricha yog'liqroq sutdan foydalansangiz mazali chiqadi. Mana endi stakanchalarimizga smetanadan yarim osh qoshiqdan solib chiqamiz. Ustidan issiqroq sutni solib olamiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib olib, ustini strich bilan yopib olamiz. Ustini issiqroq qilib, sochiq yoki adyol bilan yopib qo'ying. Agar xona sovuqroq bo'lsa, ustidan yana bir marotaba adyolni o'rab qo'ysangiz bo'ladi. Shu holatda 4 soatga qoldiramiz. 4 soatdan keyin natijani ko'ramiz. Oradan 4 soat o'tdi. Qatiq iliq, liqillab turibdi. Buni xolodilnikka olib qo'yamiz. Mana azizlarim, smetanadan tayyorlangan qatig'imiz o'xshab chiqdi. Qatiqdan bir ozgina farqli, muloyimroq bo'lib tayyor bo'libdi. Kunni issiq kunlarida siz ham tayyorlab ko'ring va kelasi videolarni ham kutib qoling. Sizlar bilan g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.